Men ikkita birodarni ishga joylashtirdim. Ularga birinchi oy soatiga 8 yevrodan, ikkinchi oydan boshlab esa 13 yevrodan olasizlar dedim. Lekin ularga 5 yevrodan men olaman deb aytmadim. Shu orada ish haqqi soatiga 15 yevroga oshdi. Endi men ularga 8 yevrodan berib, ilk kelishganimizdagidek, qolganini o'zim olsam bo'ladimi yoki qanday yo'l tutay? Bu yerda oyliklarni 25 kun kechiktirib beradi. Ular esa bizga oylik ish haqimizni vaqtida, ya'ni oyni oxirida ber, 13 yevrodan soatiga qolgan sen, ya'ni 13 yevrodan bizga ber, qolgani senga rozimiz deyapti. Shunday qilsam bo'ladimi? Bu ish aslida meniki emas. Mendan yuqorida bitta odam bor, shuning firmasiga ish beruvchi ish haqqini tushirib beradi. Mendan yuqoridagi odamga 100% kafolat yo'q ish haqlarini berishga. Shunday holatda men shu xavfni olib, o'zimga olib, undan 15 olib, ularga 13 yevrodan soatiga bersam bo'ladimi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Savoldan tushunganim, bir odam boshqa joydan ish gaplashib, keyin boshqalarga o'sha gaplashib bergan ishidan doim foiz olib yurish masalasi. Bu hozirgi savoldan ikkita holat bo'ladi. Birinchisi ish topib bergani, ikkinchisi birovdagi haqqini kamroq pul evaziga sotib olish masalasi. Ish topib berishni qoidasi shu. Bir odam boshqa bir odamga ish topib bersa, topib bergan ishi uchun bir marta qiymat oldindan kelishib olib, menga mana shuncha pul berasan, senga ish topib beraman deb, demak ish bilan ta'minlab berishi mumkin. Hozirgi savoldagidek, birovga aytsaki, mana shu falon tashkilotga senga ish topib beraman, shu topib berganimga menga shuncha pul to'laysan, shu men mehnatimga deb bir marotaba o'sha ish topib bergani uchun haq olishligi joiz. Ammo u har bir olgan oyligidan ma'lum foizini menga berib turasan deyishligi bu shar'an joiz emas va bu orqali topilgan daromad halol bo'lmaydi. Ikkinchi, bu savolning ichidagi shar'an joiz bo'lmagan bir ish bor, u ham bo'lsa qarzni sotish masalasi. Ya'ni vaqtida pul olish masalasini ololmayotganligi uchun, olish ehtimoli yo'qligi uchun unga beriladigan 15 yevrolik haqni 13 yevro oldindan pulni berib yuboradi, keyin vaqti kelganda uni 15 yevro qilib bu pul berib yuborgan odam yechib oladi. Shariatda buni nomini qarzni sotish deb ataladi, bay'ud-dayn deb nomlanadi. Va bay'ud-dayn hamma ko'rinishida, mana shu ayniqsa hozirgi savolda so'ralgan ko'rinishida shar'an halol bo'lmaydi, joiz amal hisoblanmaydi. Shuning uchun bu ishingizni to'g'rilab oling, shariatga muvofiq bo'ladigan holatga keltirib oling va undan keyin qiling, inshaalloh taolo. Bu rizq bo'lgani uchun haloliga harakat qilgan bo'lasiz. Vallohu a'lam bissavob.